Ha, qizlar qayoqqa ekan? Ayo, rahmat. Ya, o'tiringlar tashlab qo'yaman o'zim. Biz ham Matizda ketmaymiz, понятно-da? Ha, xo'p, mayli. O'zi kalgotkalarni teshik ekan, nima ham sizga chiqmayman deysizlar sizlar? Qayerda uyimizga kirib qoldingiz siz? Yo, o'zi tuxum tefal yaqayotgan ekaning, men ham sizga chiqmayman deysan, qo'yi. Shunda tez qaynaydi kerak bo'lsa. Ye, Ponchik, o'zi zivachkangni qulog'ing orqasiga yopishtirib chaynaykan, nima ham sizga ketmayman deysan sen? O'zim bilaman. Sanga zivachka foydasi yo'q ekan, ey. Ya, o'zi naushtiging ishlamaydi, men sizga chiqmayman deb baloqman sanga, ey. Ishlaydi kerak bo'lsa. Amaki oldik, shularni temir daftarga yozib qo'ying. Tashib ketamiz. O'zi qarzlaring ko'payib ketgan. Hey, Asterix bilan Obelix, oldin qarzing to'lab qo'y, keyin boshim tanla. Bular Gulnoz emasmi ota? Dugon Nargiz ketdi, krossovkasini berib kelay. Ey, ampamman, o'zi ayog'ingga krossovka saniki emas, yana menga понятно da. Hey, yeshtiring. Böyle molga ham qolsin. O'zi tarvuzni qirib ekanlar, yana matuzga chiqmayman. Qo'yay. Qoch, tiqilma. To'xta. Bunaqa oynachalarni 14 yanvarga qizlar bizga beradi maktabga. O'sha oynachada Jonimizga ham tegib keting, bor ket uyimizdan. uni qara topchigan, tagida matuzga chiqmayman deydi menga. Yo'q ale. Mashinam to'di, hozir shunaqasi moda.